Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 2025-yilning 22-iyunida Eron vaqti bilan tongi 2:50 da, Amerika Qo'shma Shtatlarining vaqti bilan esa 21-iyun kechki 6:50 da AQSh Eronning yadro obyektlariga zarba berib, urushga kirdi. Men AQShni bu urushga kirmasa kerak deb o'ylagandim, lekin urushga kirdi. Shuning uchun ham bu ma'lumotni bermoqchiman. Agarda Isroil va Eronda bizning fuqarolarimiz bo'lsa, o'z himoya choralarini ko'rishlarini, iloji bo'lsa bu hududlardan ertaroq chiqib ketish yo'llarini ko'rishlarini so'rab qolgan bo'lar edim. Bugun AQSh prezidenti Amerika xalqiga qilgan murojaatida Eron yadro inshootlariga qilingan hujumni harbiy jihatdan ulkan muvaffaqiyat deb e'lon qildi. Nutq davomida Eronning yadro dasturi butunlay yo'q qilingani, Tehron endi tinchlikni tanlashi kerakligi aytildi. Prezident bu harakatni Isroil bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirganini ham ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutqda Eron generali Qosim Sulaymoniyning faoliyati minglab begunoh insonlarning o'limiga sabab bo'lgan deya tanqid qilindi. Prezident AQSh harbiy kuchlariga minnatdorchilik bildirib, bu hujumni oxirgi 10 yillikda dunyo ko'rmagan darajadagi harbiy amaliyot deb ta'rifladi. Nutq yakunida AQShning Yaqin Sharqdagi mavjudligi, harbiy qudrati va diniy qadriyatlari birgalikda tilga olinib, xalq va harbiylarga iltifot bildirdi. 2025-yil 22-iyun kuni, bu Eron vaqti bilan, AQSh dunyodagi eng xavfli harbiy operatsiyalardan birini amalga oshirdi. Harbiy operatsiya maqsadi bu Eronning yadro inshootlari bo'ldi. Bunda qo'llanilgan vositalar esa radarga ko'rinmas afsonaviy B-2 Spirit bombardimonchisi bo'ldi. Va bu samolyot ichida bitta qurol bor edi, bu ham GBU-57 deyiladi, ya'ni mana shu ishlatildi. Prezident o'z nutqida aytilishicha, Eronning asosiy yadro boyitish markazlari to'liq va butunlay yo'q qilingan. Harbiy ekspertlar bu operatsiyani yadro tahdidiga qarshi profilaktik zarba deb baholamoqda. Bu operatsiyaning yuragi B-2 Spirit bombardimonchisi va undan tashlangan GBU-57 bombasi edi. Ular nishonga Erondagi yer osti yadro obyektlarini olgan, xususan Fordo va Isfahondagi markazlar bo'lgan. Keling endi harbiy samolyot va GBU-57 bombasi to'g'risida ozroq ma'lumot berib o'taman. B-2 Spirit bu AQShning eng sirli va eng qimmat harbiy samolyoti hisoblanadi. U radarlarga deyarli ko'rinmaydi. Uning dizayni stealth texnologiyalarining cho'qqisi hisoblanadi. Agar asosiy faktlarni keltiradigan bo'lsam, bu samolyot 1997-yil qurilgan, narxi $2 milliard bo'lib narxlangan. Uchish balandligi 15 kilometrni tashkil etadi, harakat radiusi esa 11,000 kilometr. U radarlar ko'rmaydigan darajada jem va silliq ucha oladi. Aynan shuning uchun ham bu samolyot Eron havo hududiga sezilmasdan kirib borgan. GBU-57 bu bomba oddiy portlash uchun emas, u yer osti beton va po'lat devorlar orqasidagi nishonlarga yetib borish uchun ishlab chiqilgan bomba hisoblanadi. Agar u bo'yicha faktlarni keltiradigan bo'lsam, bu bombaning og'irligi 13,6 tonna, uzunligi 6 metr, zarba chuqurligi 60-80 metrgacha boradi. Yetkazilgan portlash kuchi esa 5000 funt trotil ekvivalentiga teng. Ushbu bomba yerga zarba berib, yer ostiga chuqur kiradi va keyin portlaydi. Eron kabi yadro obyektlar aynan shu turdagi zarbani oldini olish uchun yer ostida qurilgan edi. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, bu obyektlar 100-200 metr chuqurlikka qurilgan deyilgan. GBU-57 esa aynan bunday himoyani teshib o'tish uchun yaratilgan bomba hisoblanadi. AQSh Eronning yadro qurol yaratish salohiyatiga chek qo'yishni maqsad qilgan. Biroq bu jarayonni yashirincha bajarmoqchi bo'ldi va bu yerda B-2 va GBU-57 juftligi eng optimal tanlovga aylandi deyiladi. Operatsiya Isroil harbiy razvedkasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. B-2 samolyotlari AQSh harbiy
bazalaridan parvoz qilgan va Eron havo hududiga kirganida ham radarlardan qochishga muvaffaq bo'lgan. Eron bu zarbalarni xalqaro huquqqa zid deb atamoqda, ko'plab davlatlar esa AQShning ushbu harakatini zaruriy ehtiyot chora deb baholamoqda. Bu operatsiya nafaqat Eron, balki Shimoliy Koreya kabi boshqa davlatlarga ham signal bo'lishi mumkin deyilyapti. B2 va GBU-57 bu oddiy qurol emas, ular AQShning global kuch namoyishi vositasi sifatida qo'llaniladi. Harbiy texnologiya bu yerda siyosiy tildagi dalilga aylangan. Bunday zarbalar yadro urushsiz yadro kuch ko'rsatish demakdir. Bu so'zsiz, ammo aniq aytilgan ogohlantirish hisoblanadi. Bugungi zarba tarixga aniq, toza va halokatli degan ta'rif bilan kirmoqda, ammo bu voqea ketidan nimalar keladi? Hammasi albatta bu Eronning javobiga va global siyosiy iqlimga bog'liqdir. Bugungi ko'rsatuv mana shu qisqa ma'lumotlardan iborat. Sizningcha bu adolatli zarbamidi yoki kuch ishlatishga berilgan haddan oshiq javobmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bundan keyin ham kerakli yangi xabarlarni berishga harakat qilib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.